Hürmetli vatandaşım, leksiyalarımızı devamlaştırıyoruz. Endeki mavzu bölgünçülük ciddi tizleşmekte. Referandumның bosuğusu pasletildi. Tayvan müstakilçileri urushqa tayyorlik qilib o'tdi. Mavzuli xabar 12 ayning 12 kun Erkin Osiyo radiosining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Shu kuni Valmitor betiga besildi xabar. Mundaq başlar. Tayvan'da Kanun Çıkarış Komiteti 12. günü 3. kesimde fuqarolar referendum kanuni bir qism moddalarini o'zgartirish loyihasini ma'qulladi. Kelgusida referendumning bo'sig'isi 90 ming kishilik referendum son normasi tuvallab loyihada 1800 ga tushirildi. Prezident Tsai Ing-wen Lumpu torbiyetidi. Mundaq ko'rsat. Qapazdan chuvab huquqni xalqqa qaytaramiz. Bu dabar xalqlar o'ziga o'zi xo'jador bo'ladigan tarixiy davrdir. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wenning gapi. Boshda qonunga prezident Trump imzo qo'ydi. Anlik Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen hozir bu yerda referendum qonuni ma'qullayapti. Tayvan olimlari ansira bu xuddi Pandola qutisini ochib etgandek bir ish bo'ldi. Tayvan mustaqilligi mavzularining amdi o'say ketgan to'pdak hujum qilib kelishidan saqlanғаны bo'lmaydi deyishdi. Tayvanda Qonun Chiqarish Komiteti 12 kuni 3. qatimliq referendum qonunini qisman moddalarga o'zgartirish kirgizish loyihasini ma'qulladi. Referendumga qatnashuvchilarning yoshini 20 yoshdan 18 yoshga tushirdi. Bunda qonun loyihaning o'tirib qo'yilishi, ya'ni referendum o'tkazishni talab qilish va talab qiluvchilarning sonini 90 mingdan 1800 nafar songa tushirdi. İmzo qo'yish bo'sig'isi 5%, ya'ni 90 ming kishilik 5%dan 28 ming kishilik 1.5%ga tushirildi. Qo'shilish billeti, ya'ni bilet tashlig'uvchilarning soni 1.4% deb bekitildi. Hamda referendumni senzor qilish, ya'ni tekshirish qiladigan komitet nima ham amaldan qoldirdi. Referendum o'tkazish uchun faqat 1800 nafar kishi loyiha o'tirg'i qo'ysa bo'laveradigan bo'ldi. Senzor qilish komitetining senzoridan o'tmasimi bo'ladi. Ya'ni tekshirish komitetining tekshirishidan o'tmasimi bo'laverdi. Tayvan Universiteti siyosiy fakultetining professori Jang Yujung mundaq hisobladi. Demokratiya taraqqiyot partiyasi hozir territoriya egilik huquq deydigan yuqori darajalik sazg'ori masalalarga chaqilib, ikki qirg'oq munosabatiga yara elib kelishni xohlamaydi. Jungo referendum qonunidan qo'rqayotgandek bir ishlab qo'rqudi. Kelar qatim hamma ish yuz berdi. Kapolat qilg'ili bo'lmaydi. Balki ko'krak kirib, Tayvan xatarga qarab menishi mumkin. Balki sen bu qatim yuqorqilarga chaqilmagan bo'lsangmi, lekin territoriya va egilik huquqqa chaqilmagan bo'lsangmi, lekin ba'zilar territoriya egilik huquqqa qartilganda balki boshqa usul ishlatishi mumkin. U har xil usullarni qo'llanib bishorat berish maqsadiga yetishi mumkin. Jungo Tayvan komitetining mudiri Jang Jijun 11 kuni Tayvandan Jungoga ziyorat qilgan Tayvan Xalq partiyasining vakillari bilan ko'rishganda Tayvan mustaqilchilar kuchlari orqa-orqadan harakat qilyapti deb ko'rsatdi. Tayvan Darul Ma'lum siyosiy fakultetining professori Pan Shifing mundaq ko'rsatdi. Sen Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlardan yana birini elib ketgan bo'lsang, masalan Panama, Honduras degandek davlatlarni Jungo elib ketdi, diplomatik nima Honduras emas, Afrikada bir kichik davlat elib ketdi, shuni ko'z tutadilar. Sen Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlardan yana birini elib ketadigan bo'lsang, sen prezident Tsai Ing-wenning referendum o'tkazish irodasini qat'iylashtirgan bo'lasan.
Bu xuddi senin Amerika turuşluq baş alışxananın ammi işlağı məsul elçisi Likeşin özüçe elaqadək sözləyəndək. Belki Amerika hərbi parxutları Tayvan portları toxtatmaz idi. Belki Amerika hərbi parxutlarını Tayvan portuğu ivetmez idi, toxtatmazlığı mümkün idi. Endi senin gepini anladı. Eğer Amerika rastlığı şunda kılıdığan bolsa, eğer Tayvan'a hərbi parxutlarını evetip portları toxtudığan bolsa, yani hərbi parxutlarını Tayvan portları toxtudığan bolsa, sen qandaq qıla alaysın. Men rastlığı bugün hərbi parxutlarını Tayvan portları toxtudu men dese, Amerika, şundaq dese, Amerika, sen rastlığı Tayvan'a hərbi hareket qollana alamsan. Prezident Tsai Ing-wen Liumpu torbiyete cevap verip bunda ko'rsatdi. Qapazni buzib etimiz. Huquqni xalqqa qaytaramiz. Bu xalq o'zi xo'jador bo'ladigan tarixiy davrdir. Bu davr xalq o'zi xo'jador bo'ladigan tarixiy davrdir. Statistikaga asoslangan, yangi ma'qullangan referendum qonun bo'yicha ötkelden ötelmegen 6 türlük referendumның içinde devlet müdafiyasını küçeytiş doğrusudur referendum. Beraber orunda turup söhbet kuruş doğrusudur referendum. Bu Cungu bilen Tayvan söhbet kurduğan bolsa beraber orunda turup digine sen devlet men devlet degende gepçimi. Beraber orunda turup söhbet kuruş doğrusudur referendum. Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı kireş doğrusu da referendum. Emeli gavdi bulup Birleşken Devletler Teşkilatı qaytip keliş doğrusu da referendum. Emeli gavdi bulup devlet bulup Birleşken Devletler Teşkilatı qaytip keliş doğrusu da referendum. Bularning hammasi vaqatam Tayvan'da ötkeldin ötedi. Yani referendum Tayvan'da ötkeldi ötedi.